Yangi yil bayrami arafasida Beruniy tumanida qishloq xo'jaligi sohasida fidokorona mehnat qilib, yil davomida salmoqli natijalarga erishgan bir guruh soha xodimlarini taqdirlashga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda tuman hokimi Ikrom Xidirov ishtirok etib, yig'ilganlarni kirib kelayotgan Yangi yil bayrami bilan samimiy muborakbod etdi hamda soha vakillariga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Tadbir davomida yil yakunlari sarhisob qilinib, qishloq xo'jaligi sohasida erishilgan yutuqlar alohida e'tirof etildi. Tumandagi ilg'or fermer xo'jaliklari raislari, tajribali agronomlar, mexanizatorlar hamda sohaga munosib hissa qo'shib kelayotgan mehnatkash xodimlar tashakkurnoma va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Bu esa o'z navbatida ularning kelgusi faoliyatiga yanada kuch-g'ayrat bag'ishlashi shubhasiz. Ona zaminimizda yetishtirilayotgan har bir hosil bu mashaqqatli mehnat, sabr-toqat va fidoilik samarasidir. Ekinlarni ekishdan tortib ularni parvarishlash, hosilni yig'ib olishgacha bo'lgan jarayonlar katta mas'uliyat va tinimsiz mehnatni talab etadi. Qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar har bir sinovdan tajriba, har bir yutuqdan esa muhim xulosalar chiqarib, o'z bilim va mahoratini doimiy ravishda oshirib kelmoqda. Ularning samarali mehnati tufayli nafaqat tuman, balki butun mamlakat miqyosida oziq-ovqat xavfsizligi mustahkamlanmoqda. Ana shunday fidoyi mehnat egalari faoliyati e'tirofga sazovor bo'lib, ularga ko'rsatilayotgan e'tibor va rag'bat kelgusida yanada yuksak natijalarga erishishga xizmat qiladi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Beruniyning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi sho'rda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.